Bu film hech kimni befarq qoldirmaydi. Oddiy romantik melodrama bo'lishiga qaramay, samimiyati va teran ma'noga egaligi bilan ham tomoshabinlarni maftun qiladi. 2000-yilning avgust oyida katta ekranlarga chiqqan Darkan, ya'ni Qalb tug'yoni filmi Hind kinosi tarixida o'ziga xos iz qoldirgan kinokartinalardan biridir. Ishq, sadoqat, boylik va ijtimoiy tafovutlar mavzusini yuksak dramatik chizgilarda olib chiqqan bu film hali hanuz tomoshabin qalbini hayajonga soladi. Filmning markazida Anjali, Dev va Ram o'rtasidagi murakkab sevgi uchburchagi turadi. Anjali kambag'al, lekin yuragi toza Dev bilan sevishadi. Biroq Anjalining badavlat oilasi bu munosabatga qarshi chiqadi va uni Ram ismli ishbilarmon, xushmuomala yigitga turmushga beradi. Hayot yo'llari ajralgan bu ikki sevishganning tuyg'ulari vaqt o'tgan sari sinaladi va o'zgarib boradi. Sunil Shetty Dev roli orqali sevganiga erisholmagani uchun hayotini butkul o'zgartirgan yigitni gavdalantiradi. U filmda faqat sevuvchi oshiq emas, balki hayotning qahrini totgan, yuragida og'riq yashayotgan inson sifatida gavdalanadi. Shilpa Shetty Anjali obrazi bilan muhabbati va ota-onasining istagi orasida qolib azoblanayotgan ayolni ishonarli ko'rsatib beradi. Akshay Kumar esa Ram rolida vazmin, sabrli, mard erkak timsolida ko'rinadi. Filmning musiqiy rejissyori Nadim va Shravan dueti bo'lib, ular yaratgan Tun dil ki darkan mein, Dulha ka sehra, Nana karte pyar kabi qo'shiqlar nafaqat filmdagi sahnalarga uyg'unlik baxsh etgan, balki alohida ham hit darajasiga yetgan. Bu saundtreklar to'plami Hindiston bozorida eng ko'p sotilgan albomlardan biriga aylandi. Chindan ham bu qo'shiqlarni tomoshabin yoki tinglovchi mazza qilib tinglaydi. Aksariysi Dunyo mein qo'shig'i esa yillar o'tsa-da hamon o'shanday sevimli. Ilk ohanglari bilanoq kishini raqs tushishga chorlaydi. Aslida esa qo'shiq so'zlari kishini mushohada qilishga undaydi. Filmning saundtreklar albomi 4,5 million nusxada sotildi. Nusrat Fatih Alixon ijro qilgan Dulha ka sehra suhana lagta hai qo'shig'i 1997-yilda yozib olingan. U vafot etgandan so'ng filmda uni go'yo Qodirxon ijro etgandek bo'ladi. Dil ne ye kaha hai dil se qo'shig'i Saudiya Arabistonidan bo'lmish Abdulmajid Abdullohning Ahabek layh qo'shig'idan ilhomlanib yaratilgan. Aksariysi Dunyo mein qo'shig'i esa Najva Karam ijrosidagi Atshani qo'shig'iga asoslangan. Nana karte pyar qo'shig'i 5 ta mamlakat Hindiston, Shveysariya, Fransiya, Germaniya, Italiyada suratga olindi. Bu qo'shiqqa ishlangan sahna xoreograf uchun haqiqiy tajriba bo'ldi. Filmda xoreograflikni Chinni Prakash amalga oshirdi. U avval Jumma Chumma Mohra kabilar uchun raqslar sahnalashtirgan edi. Rejissyor Dharmesh Darshan tomonidan suratga olingan Darkan ssenariysi oddiy sevgi hikoyasidan ko'ra murakkabroq. Unda insoniy qadriyatlar, ijtimoiy bosim, rahm-shafqatli bo'lish, o'zgarish, haqiqatni tan olish kabi mavzular asosiy o'rinni egallaydi. Filmda qadriyatlar kurashi nafaqat sevgi, balki hayotga munosabat bilan bog'liq ko'rinishda yoritilgan. Qalb tug'yoni katta muvaffaqiyatga erishib, bir nechta mukofotga nomzod bo'ldi. Sunil Shetty aynan Dev roli uchun eng yaxshi salbiy rol nominatsiyasida Filmfare mukofotini qo'lga kiritdi. 46-marta Filmfare mukofotlarini topshirish marosimida 11 ta nominatsiyani qo'lga kiritgan film 2 ta nominatsiyada g'olib bo'ldi. Sunil Shetty bilan birga Alka Yagnik ham mukofotlandi. Tanqidchilar Shilpa Shetty va Mahima Chaudharining ijrosini ham yuqori baholashdi. Ilk ssenariyga ko'ra Dev qahramoni Anjalining homiladorligidan xabar topgach, o'lishi rejalashtirilgan edi, ammo film ijobiy yakun topdi. Filmni suratga olish naq 4 yil kechikdi. O'sha paytda rejissyor Mela filmini ham suratga olayotgan edi. Lekin Dharmesh Darshan Qalb tug'yonini suratga olish ishlarini 54 kundayoq tamomladi. Ram roliga avvaliga Ajay Devgan mo'ljallandi, lekin bu vaqtda u band bo'lgani bois taklifni rad etdi. Bu rolga Akshay Kumarning olinishini Dharmesh Darshan juda ideal tanlov deb hisoblaydi. Dev roliga esa avvaliga Sanjay Dutt mo'ljallandi, ammo u o'sha paytda hibsga olinib qoldi. Bu rolga ham yana Ajay Devganni olmoqchi bo'lishdi, ammo u bu rolni ham qabul qilmadi. Keyin Arbaz Xon sinab ko'rilgan. Hatto uning ishtirokida bir nechta sahna ham suratga olindi, lekin keyinroq distribyutorlar bosimi ostida Arbaz filmdan chiqarib tashlandi. Film suratga olinayotganda Akshay Kumar va Shilpa Shetty o'rtasidagi romantik munosabatlar
borligi haqida gap so'z tarqaldi. 2025-yil 23-mayda Qalb tug'yoni filmining raqamli formatga solingan talqini qayta namoyish etildi. Darkan kino tanqidchilari tomonidan ham yuqori baholangan bo'lib, uni mumtoz melodramalar qatoriga bemalol qo'shish mumkin. 25 yil o'tganiga qaramay, Qalb tug'yoni hamon sevib ko'riladi. Qo'shiqlari sevib tinglanadi, chunki qalbda yaralgan va asralgan tuyg'ular qalblarni befarq qoldirmaydi.